Spark avtomobili kelgan ekan, Castrol Edge moylaridan qo'yilgan edi, o'zim qo'yib berganman. Juda qimmat bo'lib ketgani uchun hozir Manolda keramik moydan qo'yib beramiz. 5 ga 30 SN Premium klassdagi yog', SN Plus. Mana shu motorlar juda ham ideal darajaga to'g'ri keladigan moy. Moyda o'zini rangi ham neobычный rang. Hozir ko'rsatamiz. O'zi bu moyni qo'yishdan maqsad akamiz boshqa zamana masalalarga borib qolgan taqdirlarga ham, menga kelmagan taqdirlarga ham aldanib qolmaysiz. Mana Manolda keramikidan qo'ysangiz, sababi mana. Bismillah. Sababi mana. Moy ustiga chiqsangiz ham qo'yolmaydi moy. Plombasi. Ikkinchidan moyda rangi juda ham neobычный. Bismillah. Mana 300 gram moy olib qoldik. Nima uchun 300 gram desangiz, biza kartadan tayyor qolib ketgan 200 gram yog'ini ham so'rab olganimiz uchun 300 gram 3 litr 700 gram moy solamiz, 3,5 litr emas. Bismillah. Bu moyda hali paddelgasi yo'q, hali aldanmaysiz. Agar Manol keramikdan qo'ysangiz, menga hech qanaqa pul berishmagan buni reklama qiladiganim uchun, prosta ochiq oydan aytaman. Moy almashtirganlar, motor chiska Suxoy tumanlarimiz bonus. Hozir motorlarini ideal qilib chiska qilganimizni ko'rib olasiz. Xo'p, mana bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Motorlarini qo'ldan kelgancha ideal qilib chiska qilib berdik. Xo'p, bu birinchi bonusimiz. Ikkinchi bonusga Suxoy tumanlarini ideal qilib urib beramiz. Manzilimizni eslatib o'taman. Manzilimiz Qarshi shahar Obeznoy yo'li Patstansiyadan shundoqqina Moshon bozoriga qarab ketaverishga mana Ofarin to'yxonasini shundoq ro'parasiga bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Moychi qolib. Telefon nomerlarimiz ham yozib qo'yilgan.